Do'stlar, addushi mana bu. Doktor Hikmat Mutolovga rahmat demoqchiman. Sababi bitta qaraylik. Eski privkusim, tishim, jag'im og'riydi. Privkusim noto'g'ri edi, to'g'rimi? To'g'ri. Kasal ko'p tishlarim bor edi. Hozir rezultatga bitta baho beringlar. Prosta jinnisi bo'ldi. Hikmat aka, katta rahmat. Salomat bo'ling. 2 yil qildik. Oson bo'lmadi, lekin rezultati bomba bo'ldi. O'zingizlar kommentariyada baho beringlar. Hozir joyga ko'rsataman. Ana, shunaqa bo'ldi. To'g'ri Hikmat aka? O'zi bu yerda biz Jahongir bilan dogovorlashib olgandik. Aha. Tishlarni operatsiyalari bor edi, milk operatsiyalari bor edi. Lekin shunday harakat qildik, Jahongir sabriga rahmat. Chidashiga men qoyil qoldim. O'shaning uchun biz operatsiya shu rezultatga yetib keldik. Rahmat. Glavoy, agar pasient o'zi uchun shoshmasa, o'ziga kamroq travma bo'ladi. Baraga toping Hikmat aka. Salomat Rizo bo'lsang. Rahmat. Arzimagan.